Astral birinchi qism. Syujet bo'yicha ko'p horrorlarga o'xshab, bu horrorda ham oila yangi uyga ko'chib keladi. Oila tarkibi fortepiano chalishga qiziqadigan Rene va uning o'qituvchi bo'lib ishlaydigan eri Jorj. Ularning 3 ta farzandi bor. Kinoning asosiy qahramoni katta farzandi Dalton. Yangi xonasida o'zini g'alati his qilgan Dalton onasining yoniga keladi. Onasi uni ovutib, eski oilaviy rasmlarni birgalikda tomosha qilishadi. Dalton otasining yoshligida tushgan suratlarini ko'rishni istaydi, lekin Rene otasi suratlarni saqlashni bilmaganligi sababli yoshligidagi suratlari yo'qolib ketganligi haqida aytib o'tadi. Oilaviy nonushtadan keyin Rene erini ishga kuzatib, fortepiano chalishni boshlaganida birdan eng kichik farzandi yig'laydi. Uni ovutgach, g'alati shovqinlarni eshitadi va u shovqinlar uni uyning tom qismiga olib chiqadi. U yerda shunchaki singan narvonni ko'rib, ortga qaytadi. Kechqurun Dalton o'yinchoqlarni o'ynayotgan payt uyning tom qismiga kirish eshigi birdan ochiladi. U o'sha singan narvonga chiqib